Kibrni gunohini yomonligini bir hadis bilan tushunamizda. Jannatga qalbida zarra kibri bor odam kirmaydi deganlar payg'ambar alayhisalom. Zarra deganini bilasizmi? Zarra nima? Yoz kunida chang ko'tarilgan vaqtda nur changga tushganda chang ko'rinadi. O'sha changni bitta zarrasini zarra deydi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom tushuntiryaptilar. Kichkina bo'lsa ham, juda ham ko'rinmas bo'lsa ham, gram, milligram undan ham kam bo'lsa ham qalbingdan kibrni chiqarib tashlagin. Jannatga to'sqinlik qiladi deyaptilar. Gunohlar bor. Bu shaklda aytilmagan. Masalan, bir chelak suv turgan bo'lsa, suv, toza suv. Bitta toza ichimlik bor, sharbat bor, quyib yubordingiz. Suvni sifati boshqacha bo'lishi mumkin, lekin u suv harom bo'lib qolmaydi, nopok bo'lib qolmaydi. Ozgina boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Kimdir xohlasa ichishi mumkin uni. Lekin bir tomchi nopok narsa, najosat tushsa suvni hammasini rasvo qiladi. Ko'ryapsizmi? Kibrni boshqa gunohlardan farqini. Zarrasi ham yomon ekanda buni. Zarrasini tushuntiryaptilar. U rosa zo'r amallarni qilgansan, lekin unga bir zarra kibr qo'shilib qoldi. Haligi jannatga yo'l yo'qda, to'xtab turing, sizda ozgina muammo bor ekan. Hali chegaraga borib pasportingizni ko'rsatsangiz, qanaqadir bitta harf o'zgarib qolgan bo'lsa, to'xtang, siz kirmaysiz deydi-yu. To'xtab turing, mana shu yerda sizda bitta o'zgarish bor ekan. Amallaringiz zo'r ekan, lekin bitta o'zgarish bor ekan. Men bu bitta kibr degan narsa ham bor ekanda sizda. Endi hozir qo'ya olmaymiz jannatga deydi.